Narpay bu Samarqand viloyatidagi tumandir. Bugungi joy nomlari tarixiga nazar loyihamizda Samarqandning qadim tumanlariga sayohat qilamiz. Narpay tumani 1926-yil 29-sentyabrda tashkil etilgan. Tuman markazi Oqtosh shahri hisoblanadi. Tuman maydoni 0,144 ming km² bo'lib, shimolda Navoiy viloyatining Xatirchi tumani, sharqda Kattaqo'rg'on va Paxtachi tumanlari, janubda Nurobod tumani hamda Qashqadaryo viloyati bilan chegaradosh. Narpay so'zi bo'yicha toponimning kelib chiqishi to'g'risida quyidagi taxmin ko'rinishdagi mulohazalar bor. Dehqonchilik rivojlangan hududda ekin maydonlaridagi ekin qatori va kichik maydonlarni paykal deb atash hollari bor. Toponim naridagi paykal birikmasidan shakllangan. Naridagi paykal, naripaykal, narpaykal va nihoyat narpay. Bu nomga bunday munosabatda bo'lish sinxron munosabatning natijasida shakllangandir. Toponim nar hamda pay so'zlaridan shakllangan. Xalq vakillari tomonidan tuyani nortuya, nor, zaonimlarning alohida bir turi. Nor so'zi 4 ta ma'nosidan birinchi ma'nosi bir o'rkachli erkak tuya deb atash hollari uchraydi. Nor so'zidagi o unlisi talaffuzda a unlisiga almashgan. Pay so'zi fors tojikcha bo'lib, oyoq, qadam, narsaning quyi qismi degan ma'nolarni anglatadi. Bulardan anglashilib turibdiki, oldingi davrlarda tuyalar karvoni, ehtimol Buyuk Ipak yo'liga tutash karvon yo'llaridan o'tib qaytadigan joy, tuyalarning oyog'i yetadigan hudud shunday tarzda nomlangani uchun hudud ham Narpay deb atalgan. Ya'ni ushbu toponim qadimgi davrlarda ham savdo yo'li ustida joylashgani uchun shunday nomlanish odat tusiga kirgan. Bugungi kunda texnika rivojlanib ketgan bo'lsa-da, ushbu nom tarixiylikni o'zida ifodalagani uchun xalq vakillari uni toponimlar tizimida saqlab qolishgan. Ushbu toponimni ham tarixiy, ham zootoponim deb belgilash o'rinlidir. Narpay so'zining yana quyidagi ma'nolari ham mavjud. Ba'zi manbalarga ko'ra, Narpay so'zi qadimgi turkiy yoki forsiy ildizga ega bo'lib, nor, olov yoki yong'in va pay, iz, yo'l ma'nosini anglatishi mumkin. Biroq bu faqat taxmin. O'zbekistonda qadimgi Narpay deb atalgan kanallar va ariqlar ham bo'lgan. Bu sug'orish tizimi bilan bog'liq atama bo'lishi ham mumkin. O'z yurtingiz, yashayotgan shahar yoki tumaningiz, mahalla yoki ko'chalarning nomlariga albatta ahamiyat bering. Zero ular tarixdan so'zlaydi.